Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, sizlar bilan bugun yangi mavzuyimiz haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz yangi ingliz tilidagi zamonlardan biri bo'lgan present perfect haqida gaplashamiz. Present perfect qanday zamon? Xo'p, birinchi bo'lib nomiga qaraymiz, tarjima qilib olamiz. Present hozirgi, perfect tugallangan, ya'ni hozirgi tugallangan. Bu yoqda perfect ajoyib degan ma'nosi ham bor, lekin bu zamonga mos ma'nosi hozirgi tugallangan degan ma'no eng zo'r to'g'ri keladigan ma'nosi bo'ladi. Biz buni qachon ishlatamiz? Biz buni shunaqa vaqtda ishlatamizki, o'tgan zamonda tugagan, ya'ni qachondir bo'lgan, ya'ni o'tgan zamonda qachondir tugagan, lekin natijasi, ya'ni rezultati ko'z oldimizda turgan narsalar uchun ishlatamiz. Kelinglar misollar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, his shoes are dirty. Uni oyoq kiyimlari iflos, kir, ya'ni uni oyoq kiyimlari kir bo'lyapti, ko'rdingiz? He's cleaning his shoes. U oyoq kiyimlarini tozalayapti. He has cleaned his shoes. U oyoq kiyimlarini tozaladi. Endi qaraymiz bu yoqda. Past simple ishlatilmayapti. Bu yoqda cleaned bo'lganda, agar hassiz cleaned bo'lganda bu past simple bo'lardi. Ya'ni u tozaladi. Tarjimasida tozaladi bir xil bo'lyapti, lekin farqi bor. Buni alohida gaplashamiz. Xo'p, bu yoqda has qo'shilib qoldi. Shuning uchun ham bu present perfect. Ko'rganingizda oyoq kiyim boshida kir edi, u tozalayapti. Keyin oyoq kiyim nima bo'ldi? Mana result, ya'ni natija bu yoqda turibdi. Uni oyoq kiyimlari toza. U aytayapti, I have cleaned my shoes. Men oyoq kiyimlarimni tozaladim. Qaranglar, adashtirmanglar, bu past simple emas. Bu yoqda have bor. Shuning uchun ham have bor, has bor. Bu alohida gaplashamiz, bu haqida chalg'maymiz. Faqat cleaned my shoes, ya'ni oyoq kiyimlarimni tozaladim deyapti. Ya'ni bu present perfect ishlatiladi. Nima uchun? Chunki natija bor. Ya'ni o'tgan zamonda qildi, ya'ni oyoq kiyimlarni tozalab bo'ldi, oyoq kiyim toza o'tiribdi, ya'ni ish harakat tuga bo'ldi o'tgan zamonda, lekin natijasi qayerda turibdi? Ko'z oldimizda turibdi natija. Ya'ni present perfect zamonida eng muhim narsa bu natija. Eng muhim narsa natija. Ya'ni natija har doim ko'rinib turgan bo'ladi. Ya'ni natijani biz bilib turamiz. Endi ikkinchi misol. They're at home. Ular uyda. They're going out. Ular ko'chaga chiqib ketishyapti. They have gone out. Ular tashqariga chiqib ketishdi. Ya'ni divanda o'tirishganda bu yoqda. Endi hozir uyda yo'qligi, ya'ni divanda o'tirishmayotgani bu nima? Bu natija. Albatta natija nima bo'lyapti? Ko'rinib, ya'ni biz bilib turibmiz. Endi bu yoqda aytyapti, they are not at home now. Hozir ular uyda emas. Uyda emasligi biz uchun natija bo'ladi. Endi have bor, bu present perfect, keyin gone bor. Bu haqida ham alohida gaplashamiz. Xuddi shu, ya'ni o'tgan zamonda nimadir qilindi, lekin natijasi ko'z oldimizda hozir bo'lgan vaziyatlarda, ya'ni natijasini biz bilib turgan vaziyatlarda biz present perfect zamonni ishlatamiz.